Qanday? Mazami? Nima gap? Men sizlarga hozir oltinchilik, ya'ni o'zbekchasiga tarjimasi tilla qulpinay degan mevani olib keldim. Bilmagan narsamni qaysi davlatda bo'lishimdan qat'iy nazar hech qachon o'zimga даже surib ham ko'rmayman. Lekin prinsiplarimga protiv ketolman hozirgi kunda ko'rib turgan bo'lsanglar kontentlarimda. Hech qachon demagin degan gapni eshitganmisizlar? O'sha men uchun chiqarilgan. Birinchi marta yeyapman bu mevani. Hozirlar bilan birga. Futbolkamni g'ijimiga ahamiyat bermaymiz. O'zi odatda men uyda faqat pijamada yuraman. Sizlarga chiroyli ko'rinay deb futbolka kiyib oldim. G'ijim bo'lib yotibdi. Hidi yo'q. Nima narsa ekan? O'lib qolsam-a? Tavba. Menga hech narsa qilmaydi. Sariq pomidorga o'xshirgan. Qaranglar. Yoqmasa tuplab tashlayman deb salfetka ham olib kelib qo'yganman. Xullas, ochdim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoshligimizda it uzum bo'lardi, esinglarda-mi? O'shani kattasiga o'xshirgan. Kichkinaligimizda darrov bo'yida ko'chalarda o'sib yotardi it uzum. Maktabdan kelayotganimda qornim ochib ketardi, tut yeb kelardim, uzum yeb kelardim. It uzum yeb kelardim. Och qoringa nima yesiz mazali tuyulaveradi. Ket 80 lira. Enalarini yemsin. Like bosing.